Kogon shahar axborot kutubxona markazi Mirmuhsin tavalludi munosabati bilan tayyorlagan book treyleri. Mirmuhsin Mirsaidov 1921 yil 3-may Toshkentning Kesakqo'rg'on mahallasida Kulol oilasida tug'ildi. Eski shahardagi birinchi maktabni, Toshkent Pedagogika institutining Til va adabiyot fakultetini tugatgan. U O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida Qizil O'zbekiston gazetasi tahririyatida ishlagan. Uzoq muddat Sharq yulduzi, Mushtum va Guliston jurnallarining bosh muharriri bo'lgan. Shoir Mirmuhsinning ilk to'plamlari Er yurak, Vatan, u ko'plab she'rlar, Usta g'iyoz, Do'lan, Yashil qishloq, Qadrdonlar, Shiroq, Nevara singari dostonlar, Adib va Ziyoda kabi she'riy romanlar muallifi. Roman janrida barakali ijod qilgan. Uning Chiniqish, Dargiz o'g'li, Umid, Me'mor, Cho'tqo'l yo'lbarsi, Ildizlar va yaproqlar, Temur Malik, Ilon o'chi, Turon malikasi romanlari bilan necha bor ko'p tirajlarda chop etilgan. Uning romanlari rus va boshqa tillarga tarjima qilingan. Yozuvchiga Umid va Me'mor romani katta obro' keltirdi. Me'mor romanida hayot o'ta tiniq, xarakterlar mukammal tasvirlangan. Yozuvchi 2005-yil Toshkent shahrida vafot etgan. Bizni kuzatishni davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.